Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugundan boshlab Roundup kitobining 0-qismidan grammatika darslarimizni boshlaymiz. Roundup kitobi o'zi 7 qismdan iborat, 0-qismdan to 6-qismigacha. Biz 0-qismidan boshlaymiz. Qodir qilgancha 6-qismigacha barcha grammatik mavzularni birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, biz qaysi tilni o'rganishimizdan qat'iy nazar ana shu tilni alifbosini, harflarini tanishimiz kerak bo'ladi. Demak, ingliz tilida ham demak alifbo bor. Ular 26 ta harfdan tashkil topgan. Demak, harflar va ularning talaffuzi, ya'ni pronunciation deydi. Biz shuni birgalikda ko'rib chiqamiz. Bilamiz, o'zbek tilida harflar qanday yozilsa, o'zbek tilida xuddi shunday talaffuz qilinadi. Ammo ingliz tili bundan biroz boshqacharoq. Harf boshqacha, uni o'qilishi, ya'ni talaffuzi biroz boshqacharoq bo'ladi. Demak, harflarni bir chekkadan ko'rib chiqishni boshlaymiz. Demak, A harfi ingliz tilida A kabi talaffuz qilinadi. B harfi B ko'rinishda. Demak, ikki nuqtaga e'tibor berasizlar. Ikki nuqta bu ana shu harfni ikki bo'g'in cho'zib qo'yishlikdan demak belgisi hisoblanadi. Shunchaki B emas, B ko'rinishi. S harfi C kabi o'qiladi. Ya'ni ikki bo'g'in cho'zib qo'yiladi. C qilib. D harfi D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z yoki Z. Demak, o'zbek tilidagi Z harfi ingliz tilida ikkita ismga, ikkita nomga ega. Z harfi va Z harfi ikkalasi ham to'g'ri hisoblanadi. Va e'tiboringizni R harfiga qaratgan bo'lardim. Demak, R harfi ingliz tilida biroz boshqacharoq talaffuz qilinadi. O'zbek tilida kabi jarangli R harfi emas. Bu biroz boshqacharoq ko'rsataman. Demak, e'tibor bersak, mana bu odam tuzilishi. Demak, R harfini aytishda tilimizni ortga qaytargan holda old tishimizni orqa qismida yumshoq joyi bor, tanglak deyiladi. Ana shunga tekkizgan holda R harfini aytib ko'ramiz. R ko'rinishda. O'zbek tilida jarangli bo'lsa, ingliz tilida jarangsiz bo'lar ekan. Demak, uni talaffuzlari. Demak, bizda ham har xil shevalar bo'lganda, inglizlarda ham demak bir qancha shevalar bor. Ularning eng ko'p tarqalgani British accent va American accent, ya'ni britancha sheva, amerikancha sheva desa ham bo'laveradi. Demak, uni qanday talaffuz qilinadi? Demak, British accent, ya'ni britaniyaliklar odatda R harfini o'zbek tilidagi A ko'rinishda talaffuz qiladi. R ga ko'pincha ular urg'u berishmaydi. A e'tibor bering. A. Ammo amerikaliklar R harfini juda ham yaxshi ko'rishadi, juda ham chiroyli qilib aytishga harakat qilishadi. R yana bir bor. R. Keling birorta so'z bilan mana father so'zi, ya'ni dada so'zini inglizlar, ya'ni angliyaliklar, ya'ni britishlar qanday aytadi? Father. A ko'rinishda. Xo'p, amerikaliklar Father. e'tibor bergan bo'lsangiz, R harfini demak talaffuz qilishyapti. Father. R harfini demak alohida chiroyli aytishga harakat qilishyapti. Xo'p. Demak, alfabetda demak yodlab olasizlar. Demak, bilishimiz kerak bo'lgan keyingi narsa uppercase and lowercase letters, ya'ni katta va kichik harflar. Demak, uppercase katta alif yoki bosh harf desak ham bo'laveradi. Demak, odatda kitoblarda capital letters ko'rinishda ham kelishi mumkin. Demak, lowercase kichik harf kitoblarda, xususan Roundup kitoblarida small letters ko'rinishda keladi. Demak, A mana katta A, uppercase kichkina A, lowercase hisoblanadi. Demak, buning bir nechta misollar. Xo'p, xuddi o'zbek tilida bo'lgani singari ingliz tilida ham unlilar va undoshlar turiga bo'linadi. Demak, unlilar vowels
undoshlar consonants deyiladi. Xo'p, ingliz tilida 5 ta unli harf mavjud. Ular A, E, I, O, U harflari. Demak, unli harf o'zi nimaligini bilamizmi? O'zbek tilida unli harflar qanday turkumlanadi, qanday ajratiladi? Demak, og'iz bo'shlig'idan chiqayotgan harf to'siqqa, hech qanday to'siq uchramasa, demak, bu unli. Agarda chiqayotganda to'siqqa, ya'ni tish, lab, tomoq, demak, to'siqlarga uchrab tursa, bu undosh hisoblanadi. Masalan, demak, unli harflarga misollar: apple, elephant, ice cream, orange, umbrella ko'rinishda. Demak, e'tibor bersangiz, hech qanday to'siqqa uchramasdan chiqyapti. Demak, consonants, undosh harflar. Demak, qolgan hamma 21 harf demak undosh hisoblanadi. Demak, bular quyidagilar. Demak, hozir aytib o'tganimizdek, undosh harflar og'iz bo'shlig'idan chiqayotganda to'siqlarga uchrab chiqadi. Masalan, B harfi. B harfi lab to'sig'iga uchrayapti. Ball, mana ball, ya'ni koptok degani, ball so'zi. yoki C harfi cat, cat. Til, tanglak to'sig'iga uchrayapti. Dog, dog. D harfi ham, demak, til va tanglak to'sig'iga uchrayapti. Xo'p, undan keyingi biz bilishimiz kerak bo'lgan bilimlardan biri bu spelling, ya'ni harflab aytish. Harflab aytish o'zi nima? Demak, harflab aytishdan maqsad biz odatda hozirgi aytib o'tganimizdek yozilish, ya'ni so'zlarning yozilishi bilan uni talaffuzi har xil bo'lganligi uchun bizni eshituvchi odamga biz aniqroq ma'lumotni yetkazish uchun, bexatoligini bildirish uchun biz odatda harflab aytib berishimiz kerak bo'ladi so'zlarimizni. Masalan, odatda ismlar harflab aytiladi yoki bo'lmasa qandaydir atoqli otlar, umuman har qanday ko'rinishli otlarni biz harflab aytib berishimiz mumkin. Masalan, ism Aziz ismini biz harflab aytib beradigan bo'lsak, o'zbek tilida A, Z, I, Z ko'rinishda aytamiz. Ammo ingliz tilida ingliz alifbosiga suyangan holda talaffuz qilishimiz kerak. Aziz so'zini, Aziz ismini A, Z, I, Z ko'rinishda. Yoki bo'lmasa esinglarda bo'lsa, Z harfini ikkita ismi bor degandik. Ikkinchisi nima edi? Z. Juda ham to'g'ri. Demak, A, Z, I, Z ko'rinishda harflab aytishimiz mumkin ekan. Xo'p, Malika so'zi ismida. Demak, M, A, L, I, K, A ko'rinishda spell qilib aytib berar ekanmiz. Xo'p, keyingisi double. Demak, double degani biz ikkita, juft deb tarjima qilsak bo'lar ekan. Demak, bu nima uchun bizga kerak deyishingiz mumkin. Juda ham o'rinli savol. Bu odatda bizga ba'zi bir ismlarda yoki ba'zi bir so'zlarda ikkita bir xil harf kelib qoladi. Shu holatda juda ham bizga asqotadi. Demak, Abdulloh ismini spell qilib ko'ramiz, harflab aytib ko'ramiz. A, B, D, U, L, L, O, H. E'tibor bergan bo'lsangiz, ikkita L harfi kelyapti. Uni biz yuqoridagi o'rgangan bilimimizga double ga asosan qanday harflab aytamiz? Demak, A, B, D, U, L, L deyish o'rniga endi nima deymiz? Double L deb ketamiz. O, H. Yoki bo'lmasam Zuhriddinda Z, U, H, R, I, double D, I, N. Tushundinglar, ha? Xo'p, kitobimizga qaytamiz. Xo'p, Roundup kitobida, demak, birinchi mashqda listen and repeat. Eshiting va takrorlang deyapti. Biz uni qayerdan eshitamiz deyishingiz mumkin. Demak, unga ham yechim qilib qo'yganmiz. Demak, Telegram kanalimizga tashlab beramiz. Demak, biz demak, alohida kanal ochib qo'yganmiz. Ana shu kanallarga Roundupning har bir qismini audiolarini tashlab qo'yganmiz. Sizlarga ham tashlab beraman. Xo'p, mana bu yerda qaraydigan bo'lsak, 2 turibdi. 2. Demak, Telegramda Roundup 2 ga o'tamiz.
roundup yo'q, roundup 0 ning ikkinchi audiosiga o'tamiz. Ya'ni roundup 0 kitobini, mana roundup 0 kitobini hop ikkinchi audiosi mana track 2 turibdi. Track 2 turibdi. Ana shu ikkisini qo'yamiz. Unit 1. The alphabet. Page 3. Demak, shuni eshitib, alfabetlarni to'ldirib chiqamiz mana bu yerga. Xo'p, keyin uchinchisida sing along deyapti. Endi uchinchi audioni ochamiz. Unit 1. Page 3. Sing along. Demak, bu qo'shiq ekan. Demak, qo'shiqni birgalikda kuylashimiz kerak ekan. Keyin sizda o'rinli savol tug'ilishi mumkin. Shu qo'shiqlar aytishimiz kerakmi? Ha, albatta kerak. Bu bizga boshlang'ich speaking, ya'ni og'zaki muloqot qilishimizni, ya'ni gapira olish qobiliyatimizni rivojlantirishga qo'yilayotgan dastlabki qadamlar hisoblanadi. Bunga bee'tibor qarab bo'lmaydi. Har bir bilim har birini o'zlashtirib ketishimiz juda ham muhim hisoblanadi. Hop, uni birgalikda eshitib kuylar ekanmiz. A for apple, B for ball, C for cat, D for doll, E for egg, F for frog. Demak, xuddi shunday davom etasiz. Demak, bu hozirgina davomi. Buni ham demak eshitib yodlaymiz. Bular ham xuddi shunday yodlanadi. Bular ham alfabetda davomi. Demak, mashqlarni bajarishni boshlaymiz. Demak, the alphabet fill the missing letters. Missing degani tushib qoldirilgan degani. Fill in degani to'ldiring degani. Ya'ni tushib qolgan harflarni to'ldirishimiz kerak ekan. E'tibor berishimiz kerak. Bu yerda bosh harflar bilan ketyapti. Bosh harflar bilan to'ldirishimiz kerak ekan. Mana bu yerda e'tibor bergan bo'lsalaring bosh harfda. Endi mana bu yerga demak tushib qolgan harflarni qo'yishimiz kerak ekan. Hop, to'ldirib qo'yamiz. Hop. Endi look at the pictures, look at the letters, write the words. Demak, rasmga qarar ekanmiz avval. Undan so'ng harflarga qarar ekanmiz. Undan so'ng so'zlarni yozib qo'yishimiz kerak mana bu tagiga. Harflar betartib yozilgan. Demak, bu so'zlar qayerdan olamiz desangiz, demak tarjimasini bilmasangiz, mana bu yuqoridagi alfabetda mashqlarni bajarayotgan paytimizdagi yonidagi so'zlar hammasi. Shularni mashqqa berib qo'ygan. Xo'p. Keyingisi small letters deyapti. Small letters bu yuqorida mashq ko'rdik. Kichik harflar. Kichik harflar o'rgandik esingizda bo'lsa. Xo'p. Mana bu yerda ekan, mana small letters deyapti. Kichik harflar. Kichik harflarni yozishimiz kerak ekan. Small letters fill the missing small letter. Tushib qoldirilgan kichik harflarni yozing. Demak, mana bu tushib qolgan nuqtalar o'rniga kichik harflarni to'ldirib chiqamiz. 4-inchisi buning aksi. Capital letters bosh harflar. Demak, tushib qolgan bosh harflarni to'ldiring deyapti. Demak, tushib qolgan harflarni nuqtalar o'rniga qo'yib chiqamiz. Hop, fill the missing letters. Endi tushib qolgan harflarni yozamiz. Xo'p, u ba'zi bir mashqlarda bu yerda katta bo'lib kelyapti. Demak, katta. Demak, mana shu katta harflar olasiga joylaymiz. Endi bu yerda kichkina harflar tushib qolgan. Bu yerda ham kichkina, katta, katta, katta. Hop, write in capital letters. Bosh harflarni yozing. E'tibor bersak, hammasida kichkina harflarda kelyapti so'zlar. Demak, biz mana bu yerlarga nima qilamiz? Katta harflarda yozib chiqishimiz kerak. Hop, small letters. Demak, kichkina harflarda yozishimiz kerak ekan. Demak, bu yerda katta harflarni beryapti. Mana bu yerlarga biz xuddi shuni kichkina harflarda yozib chiqishimiz kerak. Hop, match the first letter of the word to the end of the word and expect. Demak, bu mashqda harflarni rasmlarga moslashtirib turib, uni shu tagiga so'zni yozib qo'yishimiz kerak ekan, bosh harf. Masalan, birinchisiga O harfi ketyapti. Qayerga borishini kuzatamiz. Yo'ldan borib turib, mana bu yerga kelyapti. Demak, neon so'zi turibdi. Biz unga yoniga oni qo'shib qo'yib, onion qilib qo'yar ekanmiz. Tushundinglar-a? Xo'p, keyingisi sounds, ya'ni tovushlar ekan. Bu 8-audioda ham eshitiladi. Demak, 8-audioni biz mana bu yerdan topamiz.
8-avdiyo. Lekin buni eshitmasdan men sizlarga tushuntirib bermoqchiman. Demak, so'zimizda th, ya'ni th harflari kelib qolsa, uni qanday talaffuz qilamiz? Ikki xil ko'rinishda, the ko'rinishda yoki th ko'rinishda talaffuz qilar ekanmiz. The ko'rinishi, z deganda o'zbek tilidagi z harfi emas. Z harfini old tishimizga tilimizni tekkizgan holatda the talaffuz qilamiz. The, this, that, them, their, they. Endi th sound. Th sound. Endi buni xuddi shunday old tishimizga tilimizni tekkizib turib, s o'zbek tilidagi s ni talaffuz qilamiz. F. So'zlar thin, thief, three, thing ko'rinishda. Xo'p, ch ya'ni ch ko'p qolsa, ch kelsa t o'zbek tilidagi t bilan o'zbek tilidagi sh harfini urishtiramiz. Ch. Chart, cherry, chess, child, church, chin, chia. Ph sound, ya'ni ph kelib qolsa o'zbek tilida f ko'rinishda aytilar. Phone, photo, Philip. Hop, keyingisi sh ko'rinishida. Demak sh ya'ni sh deyiladi. Bu o'zbek tilida shedek talaffuz qilinadi. Sheep, shop, shell, shot, shoe, shot. Demak, shu yerda mavzu tugar ekan. Hop, endi bugungi o'rgangan bilimlarimiz asosida sizlarga demak vazifa beraman. Demak, ikkita vazifa bor xolos. Demak, ingliz tilida alifboni yodlash va tanish. Demak, alifboni juda ham yaxshilab yodlaymiz va uni taniymiz. Qanday taniymiz deydigan bo'lsangiz, siz istalgan harfni qanday ko'rinishda yozilishligini yoki talaffuzdan eshitilgan harflarni demak siz yozib bera olishga qodir bo'lishingiz kerak. Masalan, eng ko'p uchraladigan xatolardan. Masalan, men sizdan G harfini topib bering yoki yozib bering desam, o'zbek demak ko'p o'quvchilar G harfini o'zbek tilidagi J harfi bilan tez-tez adashtirib qo'yishadi. Afsuski unday emas. G harfi bu ingliz tilidagi G harfiga to'g'ri keladi. Yoki bo'lmasam demak men o'quvchilardan C harfini so'rasam, odatda o'quvchilar o'zbek tilidagi S harfiga adashtirishadi. Afsuski bu xato bo'ladi. Yoki I harfini so'rayman ko'p holatda. I harfi o'zbek tilidagi bolalar demak mana bu I bilan adashtirishadi. Yo'q, bu I harfi emas. Bu I harfi. Mana bu I harfi ekan. I mana bu bo'ladi. Demak, o'zbek tilidagi E harfi ingliz tilida I deb talaffuz qilinadi. Shuning uchun biz uni yaxshilab tanib olishimiz kerak. Xo'p, ikkinchisi, o'z ismimizni va oila a'zolarimiz ismini harflab yozamiz va talaffuz qilishga harakat qilamiz. Demak, oila kamida 10 nafar oila a'zolaringizni, o'zingiz ismlaringizni tartib bilan yozib chiqasiz va harflab yozib chiqasiz. Tepadagi mashq mana bunday qilib. Xo'p, va ularni talaffuz qilishga harakat qilib ko'rasiz. Harflab aytib ko'rasiz. Ya'ni double ikkita bo'lib qolsa double, bittadan bo'lsa, demak odatdagidek sanaysiz. Demak, bugungi mavzuyimiz shundan iborat. Darsimiz yoqdi deb o'ylayman. Agarda darsimiz yoqqan bo'lsa, foydali bo'ldi degan bo'lsangiz, videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va izohlarda dars bo'yicha o'z fikringizni qoldiring. Barchaga kattakon rahmat. Keyingi darslarimizni kutib qoling. Bundan qiziq darslar hali oldinda.